bemorimizni shu holatlaridan shu holatga olib kelguncha nima ishlar qildik? Keling hammasini ko'rib chiqamiz. Ko'rayotganinglardek bu bemorimizda eski mostlari bo'lgan shu zonalarda, jag' zonalarida va shu zonalarda va tishlarni orasi ochiq birinchidan va liniyalar juda ham qiyshayib ketgan, yedirilib ketgan, ancha yil o'sha nagruzkani hisobiga yoki katta plombalarning hisobiga vaqtida tish qo'ydirmay tishsiz yurganlar bo'lishlari mumkin. Shuni hisobiga tishlar yedirilib, dugalam o'ynab ketgan, nerovniy bo'lib qolgan va chaynashga, ovqatlanishga qiyinchiliklar sabab bizga murojaat qilganlar. Bu bemorni biz to'liq o'rgandik va eski moslarni yechib tashlaganimizda ko'rdikki, mana milklari shu zonada ochiq va tishlarda chirish boshlangan. Shuni hisobiga darhol bu moslarni yechib, har bitta tishi bittadan davolab tuzatib, chuqur prikuslarni ko'tarib, tozalab, hammasini va finalniy rezultatga, mana shu rezultatga keldik. Bu joyda har bitta tish bittadan qoplangan, bir donadan qoplangan, implantlar zonasiga moslar qo'yilgan, pastki tishlarga ham hammasiga alohida koronkalar qo'yilgan. Sababi jag'i to'liq tiklash uchun, chaynashga qulay bo'lish uchun, ovqat yaxshi maydalash uchun va tabiiy kulganda estetik nuqsonlari yo'qolish uchun, liniyalarni to'g'irlash uchun. Mana hozir ko'rsanglar mumkin, mana bu yerda ham to'liq liniyalar tiklangan, tepa va pastki jag'larda chaynashga ham qulay, kulishga ham qulay, uyalmaydi. Yaxshi maydalangan hisobiga oshqozonda nagruzka ham yo'qoladi. Va sezuvchi tishlari, o'sha yedirilgan sezuvchi emallar ochilib qolgan tishlarni ham biz to'liq vinirlar bilan yopdik. Bemalol endi bu bemor nuqsoni bo'lmaydi, sezuvchanligi ham yo'qoladi va chiroyli kulgiga ega bo'lgan. Sizda ham xuddi shu bemorga o'xshab tishlaringizda muammolar bo'lib, tishlaganda, chaynaganda, ovqatlanganda qiyinchiliklar bo'lib, kulishga ham uyalayotgan bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qiling. Biz chunki 15 yil davomida 9000 dan ortiq bemorlarga xizmat qilganmiz va sizga ham xuddi shunaqa rezultat qilib bera olamiz. Uning uchun quyidagi raqamlarga yoki direktga murojaat qiling.